Bu yılғы təvə kirim qilishni bilmay poytaxtliq ichida azob bilan o'tab ketgan xonim qizlar, ammo lekin ma'ning o'xshash tatliq ummaq chiqqan kirimlarni o'rganib, yangi qadam bossalari 2 oyning 14-gacha to'dan bo'lib muhabbatlardan 4-5 ni qatlab tutibsiz deyman. Shunga masaldak cho'kallarni muhabbatdan 4-5 ni qatlab tutsin deb chiqirib bergan kirimlarim gibi haqsiz yuraklaringni va aymaydan sen qancha qilish unutib qolmay ko'rasilchma. Ams qizlar kirimlarimizni rasmiy oldi boshlab ketdik. Bugun yuzimga ishlatgan bo'lsa, boshpingu qizlar chehrining boshpingusi yuzimizga berib olgandan keyin, anandan keyin mushu fangshalarimizni cho'qim berimiz. Fangshay bamsala qatti bo'lmaydi, bo'lib mush qish vaqtlari. Anandan keyin mushu leychining chidiyansini ishlatdim. Qizlar zirasi chidiyansini berib olgandan keyin, yana o'xshashlar mushu leychining sanfillarini berdim. Sanfilni ko'rsanglar bo'ldi, bir xil payz ekan ish qilib. Ko'rinjada o'tin shiyxanda. Anandan keyin sanfillarni berib olgandan keyin qishimizning sizig'ida yerlarini sizib, bo'lmasa men o'xshash mushu cho'tqida sho'li qilib yetiblam. Rammekoni berib olsanglar bo'ldi, seriq ranglik rammekoni berib olgandan keyin burnimizni sizib olamiz. Burun sizgan vaqtinglarda burninglarning uchi bilan mushu ko'zinglarning ichki tarafini, siyarpini sizib, shaklini bir qursib chiqarib olgandan keyin anandan keyin shu rumbaning ichidagi oq rangda tilian qilib olsanglar bo'ldi, burninglarning uchini, burninglarning usti degandek yalarni. Anandan keyin yengpaning ichidagi to'q rangni ilib, mushu qopig'imizning ustiga ost tarafga berib olamiz. Berib olgandan keyin mushu yengpaning ichidagi yana qiniq to'q rangni ilib, qopig'imizning quyruq tarafiga berib olamiz. Berib olgandan keyin ultralikning yengpasining ichidagi jo'shani ilib, qopig'imizning oldi tarafiga berib olgandan keyin shu rumbaning ichidagi oq rangda mushu cho'tkada jo'shan mushu finduan shirbaganning usti tarafga dadi qilib olamiz. Qilib olgandan keyin mushu to'q rangni bergan cho'tkaning shuqida mushu jo'shan finduan shir bilan oq tarafdagi to'q rangni aralashtirib yurang qilib olsanglar bo'ldi. Qilib olgandan keyin sharjasiz o'tib ketdi qizlar. Sharjani shunday sizib chiqarib olgandan keyin anandan keyin o'salarimizni sizib olamiz. O'salarimizni sizib olgandan keyin tilan qilish unutib qolsak qatti bo'lmaydi. Tilan qilib bo'lgandan keyin kirpiklarimizni egib, quloqlarimizni sökib, anandan keyin yolg'on kirpiklarimizni chaplaymiz. Yolg'on kirpikni chaplab bo'lgandan keyin shunchalik ejilib ketgandek his qildim qizlar. Anandan keyin yeshalarimizni shunday holatda sizib chiqarib olsanglar bo'ldi. Yeshan sizib chiqarib olgandan keyin sayxoning ichidagi to'q rangda anglimizga, burnimizning uchi inkimizlarga bu shu sayxoni berib olamiz. Berib olgandan keyin shu rumpaning ichidagi oq rangda falin va lego degandek yerlarni tilan qilib olamiz. Tilan qilib olgandan keyin ultralikning qovg'onsida burnimizning uchini, ustini, ko'zimizning uchini yog'on qovg'on qilib olamiz. Qilib olgandan keyin to'q rangli qovg'onda og'zimizga berib olsak, bugungi kirimlarimiz oxirlashib qoldi qizlar. Amsa mush kirimlarimiz mushunchalik bo'lsin. Tilarsan ko'rishaylik. Xayr xo'sh. 发生什么事？天知道，要不要过去？找不着。